Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Mo'minov, Abror, Abror Mo'minov. Короче, bugungi videoda men sizlarga boshlang'ich After Effects o'rganuvchi After Effects boshlang'ichlariga men o'rgatmoqchiman. Короче, bugungi videomizda men sizlarga shaxsan kesishni, animatsiya qilishni va composition ochishni o'rgataman. Короче, boshladik do'stlar. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz After Effects kirganimizdan keyin new composition ni bosasizlar. New composition. Bu yerda sizlarga mana uni o'chirib qo'yasiz, yoqtirgan bo'lishi mumkin. O'chirasizlar. Mana 1080 ga 1080. Xalos yoqqanlarni qilasizlar-da. Keyin buni 60 fps ga qo'yib qo'yasizlar, 60 fps ga. Va buni full qilasizlar. Buni ham oxirida tushuntirib ketaman. Va bu yerda 30 sekund xohlaganlaringizni qo'yasiz. Xalos okeyni bossizlar, ochiladi. Va bu yerda men sizlarga hozir birinchi navbatda bu yerda nimaligini o'rgataman. Bu yer xullas buni ichiga shu xullas video qo'yiladi. Videoni o'zi hajmida xullas. Yo videoni kattaligi adashib hajmi deb. Mana bu yerda layerlar turadi. Nima bo'lsa shu yoqqa qo'yasizlar-da xullas. Nima bo'lyapti? O'zim ham bilmaydigan narsa topaman. Xullas do'stlar, mana yerda 2 marta bosinglar. Bosganlaringdan keyin bu yerdan sizlar qo'shiqni hammangiz qo'ysalaring bo'ladi. Misol uchun mana shu qo'shiqni, mana shu videoni qo'ydim. Video qo'yganlaringda mana yoqda paydo bo'ladi. Buni bosib turib mana qolib qo'yasizlar. Qo'yganlaringda mana yerda o'z-o'zi paydo bo'ladi. Meshkani o'rtasini bu yoqqa olib borib yaqinlashtirsalaring bo'ladi. Unga o'rtasini orqaga, oldinga yaqinlashtirsalaring bo'ladi. Va bu yerda nima? Bu yerda guys sizlar videoni birinchi navbatda kesishni o'rgataman. Birinchi navbatda kesishni o'rgataman. Videoni короче men xullas mana shaxslarga kerak mana hozir kerak emas joyini kesishni o'rgataman, to'g'ri. Misol uchun videolaring mana shu yerdan boshlandi. Mana shu yerdan boshlandimi? Xullas любой yoqqan joylaringga bossizlar, mana shuni bossizlar. Layer turgan bo'lsa, birinchi meshkani chap tugmani bossizlar. Keyin Ctrl Shift D ni bosasizlar. Kesiladi. Bu kesilgan joyi. Bu boyagi joyi. Kesilgan joyini bitta bostir, del degan tugma bor. O'shani bitta bossalang, udatib ketadi. Va keyin buni bosib turib, meshkani birinchisini bosib turib, chapga bunday surg'izasan. Boshlangan joyga. Ko'rindimi? Mana shu qo'yib olsang bo'ladi. Va bu do'stlar qarang, boshlandi. Demak, bu video sizlar kechishni o'rgandilaring. Ikkinchi navbatda nima qilasiz? Ikkinchi navbatda buni kattaytirish, kichkinaytirishni o'rgataman. S harfini, oddiy S harfini bossalaring, mana ikkita narsa chiqadi. Buni o'ngga sursalaring yaqinlashadi, chapga sursalaring uzoqlashadi. Ikkalasi ham shu narsa, farqi yo'q. Keyin Ctrl Z ni bossam, misol uchun bunday qilsalaring, yoqmasa, Ctrl Z ni bossalaring o'z joyiga qaytadi. Ctrl Z, Ctrl Z. Va nima demoqchiman? Buni kattalashtirish, kichiklashtirish ko'rdilaring. Endi videoni joylashuv, position ni o'rgataman. Positionda sizlar buni chapga o'ngga qilsang, u yoqqa tepaga qiladi. Buni tepaga pastga qilsalaring, tepaga pastga chiqadi. Tushunyapsizlarmi? Tepaga qilsang, pastga chiqadi, pastga chiqadi. Ctrl Z qilsalaring joyiga qaytadi. Короче, nima qilmoqchisiz? Do'stlar, misol uchun mana sizlar xullas mashaqqacha kerak, sizlarga mashaqqacha kerak video, to'g'rimi? Ctrl Shift D qilasizlar. Va mana yerda sizlar ikkita taraf kerak emas, ikkita taraf mana kerak, ikkita taraf kerak emas deb past. Mana shu to'rt burchak o'zi kerak emas. Ctrl Shift, endi Ctrl Shift S tugmasini bosgani bilan mana ikkitasiga olib borib qo'yasiz, mana ikkalasini yoqib qo'yasiz. Mana bu bunday turgan bo'lsa, bunday qilasizlar, yoqib qo'yasiz va okeyni bossangiz mana precompose bo'ladi. Precompose nima? Kerak emas videoni o'sha to'rt burchak narsaga saqlab berish. Bosasizlarda va buni ichida o'sha video turgan bo'ladi. Mana misol uchun bu mana precompose bo'lsa, buni ichida o'sha video turgan bo'ladi. Misol uchun men bunday qilsalaring ko'rmaydi boyagi ikkita chekka. Tushunlaring-a? Ko'rmaydi. Endi sizlarga nima ko'rsatishim kerak? Sizlarga animatsiya ko'rsatishim kerak. Mana precompose, precompose. Короче, mana shuni qildiraring. Sini bosasiz. Misol uchun sizlar kattalashtirmoqchi bo'lsalaring, mana soatchani bossalaring, o'sha bunaqa keycha paydo bo'ladi, kalit paydo bo'ladi, kalit kadr paydo bo'ladi. Va sizlar mana qilib turib, bunday
Короче, do'stlar sal tushuntirdim. Anavi qopdi nima edi? Pauza bo'lib qopdi, keyin dabdala bo'lib ketish bilan. Короче, misol uchun buni bosmasdan turib ham yaqinlashtirsalaring bo'ladi. Misol uchun bunday o'ngga surib yaqinlashtirasizlar. Yaqinlashtirganlaringdan keyin buni oxiriga borasizlarda. Keyin oxiriga olib borib turib uzoqlashtirsalaring bo'ladi. Ya'ni ustiga bosib turib men ustiga bosib turib bir deb aytganda, bir harfini bosganda stop bo'lib qolayotgan uchun yuz terib enter bosib kichkinaytirsang bo'ladi, keyin bunday bo'ladi bu. Bunday yaqinlashadi, bunday uzoqlashadi. Oddiy ko'ryapsizlar, oddiy. Bu oddiyligi sababi chunki bunda hech qanaqa animatsiya yo'q. Biz просто buni kalit so'zlarini joylashtirib chiqamiz. Buni mishkan ikkinchisini bosib, uchalasini beringlar, ikkinchisini bosib easy qilsak bo'ladi. Oson qimirlash yoki F9 bosib easy qilsang bo'ladi. Bo'lganda qaranglar bu qanday bo'ladi. Bu ana shu bu bunday chiqadi, ana. Asta chiqib, asta tushadi. Qarang nima bo'ladi, qara. Tez bo'ldi-da. Ana yana asta bo'ladi, ko'rasizlar? Asta bo'ladi, tez bo'lyapti, keyin yana asta bo'ladi. Ko'rasizlar? Shunga kerak bu. Короче, do'stlar, sizlarga nima ko'rsatmoqchi edim? Sizlarga buni ko'rsatdim. Precomposition qilishni o'rgatdim, kitrilish shifti. Короче, sizlarga hozir endi nima edi? Musiqa tortishni o'rgataman, musiqa qo'shishni. Mana uni bosasizlar. Qaltirab qoldim. Mana bosasizlar, bosgandan keyin bu yoqqa misol uchun bo'y qo'shib yozsalaring bo'ladi. Misol uchun Simpero Negarskiy bu nima? Turn off all notification. Yozsalaring bo'ladi. Simpero deb. Simpero da bossalaring, mana yoqqa download mp3 yozasizlar. Chunki After Effects mp3 dan boshqa faylni qabul qilmaydi. Bor ekan. Kirasizlar. Simpero, simpero, simpero. Demak, bunda ovoz bor, bu ham kerak emas. Buni bosamiz. Qaratamiz, yana bosamiz. Simpero. Ko'ryapsizlar, bor mana 3-chi, mana nuqtani bosib download qilsang bo'ladi. Xullas, siz chiqasizlar, qilganingizdan keyin bo'ladi aytdi. Keyin buni bosib turib After Effects'ga olib borasizlar managa. Olib borganingizdan keyin tushadi. Buni bosib turib bu yoqqa olib o'tasizlar, tepaga olib qo'yasizlar, hozir pastga olib qo'yasizlar. Bosganingizdan keyin mana bo'ladi. Simpero, simpero. Ko'rlaring bo'ladi o'zi asta-asta. Bosib yo'q qilsalar bo'ladi. Men bosib. Короче, shu kommentda keyingi safar men animatsiya videoni xullas montaj qilishni o'rgataman. Sizlar hozir kichkina narsalarni tushunib oldlaring. P'ni bosib qimirlatishdi, S'ni bosib kattalashtirishdi, Ctrl Shift bilan composition qilishdi, delete bilan udaltirishdi, Ctrl Z bilan qaytarishdi, qimirlashdi, hammasini o'rgatdim, kichkina narsalarni. Kerakli narsalar o'rgatdim. Keyingi safar sizlarga video montaj qilishni o'rgataman. Hammaga xayr, negerlar, astag'firullah.